Men hozir elslardan ko'rib hozirgi qizlarga qanaqa bolalar kerakligini tushundim. Sizlarga ham tushuntirib beraman. So'kinmasdan juda qiyin bo'ladi hozir. Xullas bola oyligi bor-u, oyligidan 3 baravar ko'p pulni u qizga berib turish kerak har oyda. U qiz nimaga kerak pulni o'zimiz topsak deb fikrlay olish uchun, ishga chiqmagan holda, eng qizig'i, ishga chiqmasdan u qizga vaqtini sarflab, Instagramdan tashlagan har bitta videosini ko'rib, "Voy, rostdan zo'r ekan-a" deb qizil serdeska bilan atvet qilib turish kerak ekan. Instagramga kirmagan holda. U Instagramga kirsangiz bo'lmaydi ekan. Qizlarni ko'rib bersa ekan haligi. U bolaning ota-onasi bo'lish kerak ekan, bu ayasi обязательно emas ekan. Ayasi bo'lsa ham shu yaxshi ko'rish kerak. Ideta bir geografiya ustozining uruvindanmi, bog'chapasining uruvinde yaxshi ko'rish kerak ekan. Uni qattiq yaxshi ko'rish ham mumkin emas ekan. Shu endi men bir paytlar qiz bolalik bilan shug'ullanib, hozir aya nomiga chiqqan onalardan so'radimda, mana shunaqa bolalar bormi o'zi rostdan desam, yo'q, unaqa bolalarda abort qilib beramiz dedi. Shuning uchun qizlar u osmonga tupurib peshonaga tushirish to'xtatinglar, yo'q ekan unaqa bolalar.